Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, Din Hayat namlı programımızga dikkat itibarыңlarni berginlarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızdaki bugünkü bölümde g'aybat ve onun xatarlari üstüne to'xtalamiz. Programımızın bugünkü iz mehmani Ustaz Abdullah Hacim buludu. Abdullah Hacim programımızga ötüştün burun şu g'aybatninki lug'at ve ıslah ma'nosini tunishtirishdan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Rahmat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa. Amma ba'd. Endi g'aybatni tunishtirish kelsak, g'aybatni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buni o'zining hadis orqali g'aybatning nima ekanligini bizga bayon qilib bergan. Ya'ni Peygamber sallam hadisda g'aybat degan bir odamda bo'lgan ishni u yo'q yerda, ya'ni keynidan zikr qilish deb bizga buni bildirib bergan bo'lib, bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining sahobalariga g'aybatning nimaligini bilamsizlar deb so'ragan. Sahabalar Allah ve Allah'ın peygamberi bilgichidir deganda, undaqda g'aybat degan sizlarninki bir qirindishinglarda bo'lgan ishni, ya'ni ba ishni u yo'q yerda keynidan zikr qilishinglar deb o'sha hadis orqali bizga g'aybatninki nima ekanligini bayon qilib bergan. Yana bir hadisda sahabalar ey Rasululloh, uni ba ish qilib biz bani dedik degan vaqtda g'aybat bilan tuhbatninki ikkisining farqini bizga bayon qilib, g'aybat degan o senin qarindishingda ba ishni uning yo'q yerda oqisdan deganligim bo'ldi. Ammo yo'q yerda uningki uningda yo'q bir ishni uning ustidan deyishing o tuhmat bo'ldi deb bizga Peygamber sallam tuhmat nima, g'aybat nima o'zininki muborak hadisi sharif orqali bizga shu bayon qilib bergan. To'g'ri, bu vaqtdan g'aybat endi birer qarindoshlarimizningki yo'q yerida anglasa xafa anglasa uni ranjiydigan bir narsani uningda ba illat bo'lsin desak, bu g'aybat bo'lgan. Uningda bo'lmagan bir narsani desak, bu vaqtida uningga biz baxtan qilgan bo'ldik. Endi shu bizningki ko'p uchurdiqimiz endi Müslüman kardeşlerimiz şu g'aybat bilan tuhmatning ikkisini farqlandiramay men bu bağı bunu bu bu ishni men ko'rgan unda deb alaqa yo'q yerda alaqa men yo'q gapimdimi deb g'aybatini qilib soldigan ishlar bilib bilmay bu ko'p yuz beradigan masalamdir. Bunaqa diqqat qilish kerak. Hasan Basrining usuli ekan, asos g'aybat Allohning kitobida bu zikr qilingan g'aybatlarni 3 ga bo'lgan ekanda. G'aybat Arabchadan ipke, bo'xton. G'aybat degan birodarimizda ba narsani, birodarimizning ba illatini yo'q yerda desa, bu g'aybat. Birodarimizningki uni ba yo'qligini bilmaymiz. Faqat haqni angladik. Anglaganni shu birodarimizningki keynidan desak, bu ipke deydi. Tuhmat bo'ldi. Ani o sap uning yo'q narsani desak, o bo'xton bo'ldi. Ma kadar 3 nazik qilib 3 argan ekanda, yani birodarimizning o'zida ba illatini desam, g'aybat. Birodarimizni ba yo'qligini bilmaymiz, lekin haqni anglagan, falani shunda uzun ekan, qisqa ekan degandek gaplarni. Amaliyat uning qandayligini bilmaylar desak, bu ikki qilgan bo'ldik. Uningga bir gap to'qigan bo'ldik. Ani o birodarimizda yo'q bir narsani, vujudida yo'q bir narsani degan bo'lsak, vaqt uningga tuhmat qilgan bo'ldik. Endi bu g'aybat inson bayada shunda bana solab qoldi. Bu insonlar buning sal qarab dunyoda hamma bir so'rin bo'ldi ekan.
Köplegen sorunlarda bu g'iybatdan chirib qolgan bir ishlar bor. Faqat yaxshi solihlarning soruni bundan mustasno. Şu bu qarindoshlarimizningki bu g'iybatdan yiroq bo'lish uchun shu g'iybatningki islomdagi bo'lgan bir hukmini uyushtirib bergan bo'lsak jamoatga. Bo'ldi. Hamda g'iybat degan bu yomon illat Alloh taoloninki so'zi, ya'ni Qur'oni Karim, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi ve bütün İslam ulemalarininki birdak ittifoqi bilan haram qilingan bir ish hamdi. Bunun haramlık hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Sure Hucurat'ta ve la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maytan fekarihtumuhu vettaqullah innallaha tevvabur rahim. Yani birbirlerinki g'iybatini qilmanglar. Halbuki sizlar mümin qarindoshlariningki go'shtini yeyishini yoqtirmaysizlar. U qarindoshlariningki go'shtini yeyishni yoqtirmaysizlarki, u nima ishqa uning g'iybatini qilasizlar? Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qiluvchilarningki tavbasini bakim qabul qiluvchi va nihoyatda mehribon zotdir degan bu oyat orqali, ya'ni bizga g'iybatningki haromligini alohida bizga bayon qilib bergan. Yana endi g'iybatningki haromlik haqida kelgan hadisga qaytgan bo'lsak, biz yuqorida deb o'tgandek, masalan, buni natija hadislik kelgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam riboninki eng yomoni kishininki o'z qarindoshining obro'yini tushishidir, degan. Yana bir hadisda tilida iymon aytib, qalbiga iymon kirmagan kishilar sizlar o'z qarindoshlaringizni ko'rcho g'iybatini qilmanglar, ularning aybini ko'rchilamanglar. Qanday bir kishi o'zininki mu'min musulmon qarindoshininki aybini ko'rchilayotgan, Alloh taolo uning aybini ko'rchilaydi. Alloh taolo aybini ko'rchilagan kishi o'zining uyida o'tirsincha rasvo bo'ladi degan. Bu bir hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda de bu Ayşe radhiyallohu anhadan alıngan hadis. Ayşe radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yani Safiya, qo'yma Safiyani degan. Payg'ambar alayhisalom bu Ayşe'ninki bu sözünü anlap, Ayşe anamızninki. Sen şunda bir çoğun gapni qilding ki, eğer bu sizinki bu sözünü denizga suyga aralashtirayotgan bo'lsa, bütün denizning suyini buzib o'tadi degan. Yani bunun ham de qo'yma degan gapninki yomonlik bilan bir denizning suyi bulg'anadigan bo'lsa, musulmon qarindoshlarninki aybini aytish, obro'yini tukish, hatta onunki aqidalariga tatib hukm qilish deganninki bu ne kadar yomonligini mushahidasidan ham de tushunmoqli bo'ldim. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda nima bir kishi bir sorunda o'tirib sahobalarning sonunda oturup ardın bir kishi qubab ketgan ukrabdan yendikilar uni keyindiki yomon gapini qilgan. Qilgandan keyin Payg'ambar vasallam sizlar tushunmanki orliqni ko'chirib o'tinglar, sizlar qarindoshlarning go'shtini yeydinglar, deb anda degan. Ya'ni yana bir hadisda de masalan riboninki turininki 72 xil bo'lganligi bununki en tüne ribanınki eğerlik derecesi yani uzun anısılan zina kılganlık bunun en yamını bolsa uzun mümin kardeşlerinin çoğu gıybetini kılıç çıkarlıkını Peygamber Aleyhisselam'ın çoğu bunu bayan kılıp bergen. Demek bu gıybet yani biz hiçbirimiz hazır hadisi bayan kılganlık özümüzünki mesela anısıyla zina kılışını ya ki bir riba kılışını yaman görürüz. Hemimiz çurçuyduğun bir mesele. Lakin gıybet gelsek ben rakılmazdan şu oturup kıtıdığın mesele bu köp agah buluşta tekiştik bir neyem. Haram degenden keyin endi bu kichik gap emas haram degan. Yani hoş. Endi ulamolarninki ittifoq bilan g'iybat cho'qim sheksiz haram bo'lgan bo'ldi. Bo'lib Qur'oni Karimdagi bu Allah Teala'nın ola yaktadadukum dadan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan.
Qandak bir yerde Allah Teala alaydı bunu okuşturup durup meyitni yiyişni. Yani meyitnin ki yiyiş haram ekanligini har qanday aql biladi. Meyit qanday haram bo'lgan bo'lsa, bu yerda mu'minning g'aybati shu qadar shuni o'xshash haram degan Allah Teala bu oyatda ishorat qilgan. Bu oyatdan haramning bu g'aybatninki haramligini ta'kidlaganligi chiqadi degan olimlar. Şuna qarindoshlar ba'zi shunda jamiyatimizdagi kishilar bu g'aybatninki hukmlarga sil qarab qilib shaytonninki turtkisi bilan buning uchirib qolgan. Endi yana bir ilmiga o'tishdan burun, masalan, g'aybat haqida salaf salihlar nihoyat yaxshi gaplarni qilgan ekan. Bu nima? Bu vaqtda masalan Hasan al-Basri rahimahullah bundaq rivoyat qilgan ekan. Masalan, bir kishi uning yoniga kelib, "Men sizningki g'aybatingizni qilib soldim" deb uning yetkazib, o'zir tiliga yoki shuni yerga kelgan chog'ida Hasan al-Basri "Men sendan ilishga tegishli mening yaxshi amallarim qanchak bo'ldi, nega yetdi" deb so'ragan. Ya'ni, demak biz bir odamning g'aybatini qilsak, oningki bizga yaxshi amallarimizni uningga berishgacha qarzdor bo'lib qolamiz endi. Bu bir masala. Yana masalan salaf salihlardan biriga masalan bir odam kelib, "Falana xon sizning g'aybatingizni qildi" degandan keyin u bir taxsa hol hurmini ilib, "Falana xon meningki g'aybatimni qildi, sen uningga ma'lum qarshi mukofot uchun bu hurmini shunga aytib bergan" deb aytibdi. Yana masalan Ibn Mubarak debdikanki, agar men bir odamning g'aybatini qilmoqchi bo'lsam, o'zimninki ota-onasininki g'aybatini qilardim. Chunki mening yaxshi amallarimga hassizlar bo'lish yoki uningga shirik bo'lishga eng loyiq kishi mening ota-onam. Meningki yaxshi amallarimni-chi basam ota-onamga bir bo'lmasa boshqa odamlarga berishiga chirimayman deb buni qilgan gap keldi. Endi yana ba'zi salaf salihlar g'aybat degan bu shaytonning tuzgan mu'minlar uchun ozdirish uchun esil bir ziyofat deb buni g'aybatni shaytonning ziyofati deb sifatlagan ekan. Yana Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Ibn Umar roziyallohu anhu bunday degan ekan. Masalan, o bir bulukka qavmining bir ulak keçirinin yerinden ötüp ötüp yendeki sahabelerine anımlagamdı. Buradarlarga bir insanın ki muşu keçirinin ki taapıdın yap kusqunu toygazgına özünün kusqunu aşı özünün ki kerindişinin ki guşunu yigindin ma yani onun g'aybatini qilgandin nechasi yaxshi deb mushundoq yaxshi so'zlar bilan g'aybatdan ogohlantirgan ekanimdi. Şuna bizmi buni qattiq aloqa. To'g'ri, g'aybatning haramligiga kelgan oyatlar ko'p. Biz o yerda endi vaqt munosabati bilan bir qanchisini til qilib o'tdik. Hadislarda bu g'aybatning hozir biz zikr qilgan, bayon qilgan hadislardan bir qanchani bu g'aybatning haram ekanligida ogohlantirgan hadislar ko'p. Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlari ham endi yuqoridagisi aql egalariga kifoya. Yana nurg'ulgan salaf solihlarning bu vaqt so'zlari borken cümleden Sübyan-ı Sevr rahmetullahi aleyh İyyâke vel gaybe İyyâke vel vuqa fin nâsi feyheliku dinek gaybetten jaraqtuğen gaybet küşüptişini saklanğen dinin tügüşüp ketidi o dinini ziyan tatisa yani biri bu neme Ali ibn Hüseyin radiyallahu anhu bir adamın gaybet kılıyatqanligini anlap onun aytqan ki ey gaybetini saklan bu g'aybat degandan ki mushunda ittibiyetlik odamlarning idomi degan ekan. Yana Abu Asim aytganki bu xalqninki shunda yomon ko'rdigan narsalarni til qilib so'zlab o'tirish degandan ki dini yo'q pastkash odamlarning qilqi. Isil odam bir odamning obro'yiga tegmaydi. İnsonningki mol mulki qanday haram bo'lgan bo'lsa, uningki obro'yi shunda haram. Biz özümüzdeki abroyunun tükürüşüne çıkasımız yaktomayımız. Ondan keyin bir qarindishimiz uchun yaktomaydı. Şuna bu asasen bu g'aybat pastkash odamlarning dini yo'q, axloq yo'q odamlarning sifatlari, dinsizlarningki. Şuna biz musulmon qarindoshlarimiz albatta bu g'aybatdan
agah buluşumuz, gıybetden jirak duruşumuz zürürken. Endi biz bu temani takımı uçuk yurtib turishimiz uchun bu g'aybatninki turk bulg'a amillar adam qanday bo'lib bu g'aybat chiqib qoladi, buning qutulishining yo'llari. Buni da bir to'xtalaylik endi. Endi g'aybatga qanday vaqtda chiqib qoladi desak, masalan, bir adamdan masalan o'chini olish yoki ochchig'ini chiqarverish uchun birinchi omil bir odamga ma'lum bir sabab bilan ochchig'ini keltirsa, uningdan abayda battiq masalan g'aybatxo'rlik, xunuk masalan axloqi nachar, pastkash odamlarning qiliqida. Bu pastkash olganligidan oldida gapni qilolmay, ochchig'ini keltirgan chog'ida naq maydonda ishni tertib supul qilolmay, keyingi o'tib oqida uni g'aybatini qilib ochchig'ini chiqarish uchun qildi. Bu birinchi nima? Omil g'aybat gapiradigan bu. Ikkinchisi hamda yana bir adam yana bir adamninki masalan obro'yini tushirish uchun masalan uni bir yerda bir nima qilib qo'ygan bo'lsa, ma'lum gap so'zda ranjitib qo'ygan bo'lsa, bu menga taqam bunda dedi bu, mushuni bir yer bilan yakson qilmayotgan bo'lsam deb, shu obro'yini tushirish uchun uni yo'qladi, g'aybatini qilgan gapimdi. Tushunsiz bilan hasad qilish masalan shu. Yani üçüncü mesele, mesela başkalarını kemsitip, özününki cemiyetteki orunu, ya ki idaresindeki hizmetinin oturusundaki orunu, malum bir yerde çıkarıp özününki meksidine yetiş için, başkalarını kemsitiş maksidi, bu üçüncü hizmetdaşlar açıda. Bu anda mesela hizmetdaşlar açıda. Müdürünün aldıda karşı ettirip, savakdaşımın, hizmetdaşımın bir inavatını tükpesem, ben birinci bolsam dep insanın kemana. Fişeklik emişinde ya. Bunun hem de alimler yaptı mesela, başkalarına almışsakma mesela. Bu dünyadaki hakkında bir nasıl mesela, Çin'in kanıtını tenkeme etken tutsa, dünyanın ki mesela sen müdüründen ilişmekçi olan nimet, mukafat binasıyla, sen Allah'ın razılıklarına şükür kılmayı, Kuda'nın açıklığını keltirip, yani benden mukafata erişiş için, sen üzerindeki mümin kıyındışının abroyunu tükep Allah'ın kendimizge gazıbı yolukuşu kanda yürken çadaydı o deyip yaxşı alimler bu gapni okugan. Mesela to'rtinchi nimaga kelsak hamda g'aybat kundigan bir amil bu o'yinchoq. Mesela so'rinda o'tirib, so'rindikilarni kuldirish uchun yana bir musulmon qarindishini yuz bergan ma'lum bir narsani zikr qilib shada u o'yin tomosha qilish uchun onu zikr qilishadi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom başkalarını küldürüş için söyleydiganlarning haliga voy deb bu başkalarını küldürüş için normal o'yinchoq küldürüş için munda gap qilganlarning haliga voy degan. Endi halbuki bu yerda o'zininki mo'min qarindishininki yuz obro'yini tukab turib so'rindiklarini küldürüş bu texmi cho'ng bir musibat hamda. 5. amil mesela hasad. Bu mesela sayda o'tgandek hamda Allah Taala'nınki insonlarga bergan fazli ikromi o'xshash bo'lmaydi birodar mesela. Biriniga mal dunyoni ko'proq qildi, biriniga ilmni ko'p berdi, yana bir boshqa mansab jihatdan ijtimoiy jamiyatlik o'rni mesela. Uni berdi. Buningga insonlar hasad qilib hamda. Apla bu Xudo buni chiqib ketdi-ku deb chidamay, shu kendin gapda bo'lgan ish bu yuz bergan ishlarning biri hamda. Endi 6. amel mesela bir insan o'zi xatolik o'tkazdi. Ma'lum bir jihatdan. Endi o o'zining xatoligini mesela e'tirof qilmasdan, "Men bu xatolikni qilib qoldim-ku" deb endi inson xatolashib deb o'ziga insof qilmay, ash xatolikni yo'gash uchun boshqa bir odamning ben qilmagan bu paloni qilgandi yoki palonni bunda aytdi deb chiqib qolgan 6. amil o. Mesela yana bir amil mesela bir odamga bir musibat yetgan bo'lsa, endi o qarindishiga musibat yetdi. O qarindishing o'ziga yetgan musibatni boshqalarningki
bilishini xalamaydi. Yoki bo'lmaydi, u musibatga ba'zi bir ishlar sabab bo'lib qolgan hamda. Ular duolar bunga bunda musibat yetib qoldi. Unda qilgan bo'lsa bunda, uni bunda ma'ni kelib qoldi deb. Ya'ni biz qalbimizda yoki og'zimizda qarindishimizga musibat yetganligi ichimiz og'ib, hissashlik qilgandek qilamiz-yu, lekin bilmay g'ayrat kuchib qolamiz. Buni bir diqqat qilishga tegishlik masalalardan biri. Endi 9-omilga kelsak, eng ko'p sabab bo'lgan omilning birisi insonningki bekotalablik hamda. Ishing yo'q qilg'ila. Şu boş baka qalganligidan adam bayağılan berip şu falan o'qitgan mayadımı da çataq chiqibdi deb shu nadi bir shuni yo'laqqa musibat yoki bir kelishmasliklar bo'lsa shuni izlab tepib buray yop ananlab bo'lgandan yana bir so'rovga berib yetkizib shunday qilgan bu g'aybatningki eng g'aybatxo'r odam bekotalab adam u g'aybatxo'r odamdan. Yana 10-omilga kelsak, takabburlik qanda. Hamda insonda nauzubillah bu takabburlik qanda. Yani bu temada inşallah bundan keyingi temada to'xtalishimiz mumkin. Ama takabburlik yani dinda eng og'ir holda cheklangan bir masala. Lekin bu takabburlik ba'zi insonlarda o'zi bilmay o'zining qalbida urlashib qolgan kasal bo'lganlikdan shunga takabbur bo'lganlikdan boshqalarni mensimaydigan gap. Shuni bilan uningki masalan boshqa qarindoshlarimizninki aybi bo'lsa ani zikr qilib o'zimizningki manmanchiligini yoki bu shunimizni chiqarish uchun hamda shunda g'aybat kuchib solg'ashlar bu. O kibr har qanday gunohning boshlanishi. Kibr bo'lgandan keyin g'aybatmi bo'ladi, hasadmi bo'ladi, boshqa narsalar hammasi. Endi payg'ambar alayhisalom masalan takabburlik haqida masalan men sizdan eng qo'rqitganim sizninki jo gunoh qilmasam shu takabburlik qilib qilishing bor. Endi ba'zi cho'nglardan uni buni qısaldıqlar olsa onu his qilsa inson, lekin takabburlikni o'zini ko'rmay, his qilmaydigan ish bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisalom ben sizdan bakram qildim shu takabburlik deb chiqdim arqamga taklif ekan. Bu qisqacha hamda bundan boshqa biz bilmagan yoki buni oldin o'tmagan omillar bo'lishi mumkin agar buni faslida turqab kasal bo'ldi. Ameliyatda o g'aybatga olib boradigan omillar sabablar ko'p. Endi uni insonning hamma bu qisqana bir daqiqalarda to'liqlab olishimiz mumkin emas. Yana bir meningki qo'shimcha qilganim shunday yomon odamlar bilan o'tirib qo'pish, bo'libmi g'aybatxo'r odamlar bilan o'tirib qo'pish. O'zi g'aybat qilmaydigan yaxshi odamlarmi? G'aybat so'ringa borgandan keyin ashularga agishib qolib, shaytonning sapagan do'stlig'idan g'izalanimiz keladi. Shunga Alloh taolo bir oyat karimda shu ahli do'zaxilninki nimasini hikoya qilib ve kunna nakhudu ma'al khaidin. Sur Muddessir'in 45. ayetida. Biz aşında gepki çüküp uyan bu yan adamla ölen g'aybat qilib o'tirgan odamlar bizim birga o'tirib qolib kelamiz ya Allah deydi deb bu oyat karim orqali ahli do'zaxilning ahvolini bizga bayon qilgan. Demak inson shu hammadan yana bir yomon illat. O'zing Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bor, sen kim bilan aralashadiganligingga qarab aralashgan. Shu adam inson shu aralashgan odamning dinining shuning axloqining ustiga bo'ladi inson degan. Ana yomon odamlar bilan g'aybatxo'r odamlar o'tirib qolgandan keyin yaxshi odamlarmi ashula g'aybat qilib bergan tursa o gapga mutabat qilib soladi, anqatilib soladi, uningga fikr qilmasdan inkas qiladi shuning bilan o'zi bilmagan holda bu g'aybat chiqib ketadi. Bu g'aybatningki chiqib ketgan omillar bu shu. Bu g'aybat chiqib ketgandan keyin inson yuqorida deganidek dinimiz yantatdi. Shu sabablarni aytgankan amalni bekor qiladigan, ko'ydiradigan omilning birisi shu g'aybat. G'aybat qilgandan keyin sening butun amal solihlaring kuyib tugaydi. Alloh saqlasin har qanday mu'min musulmonlarni. Shu endi o'z g'aybatdan bir qutulishning yo'llarini bir qancha bir yo'llari, buning yo'llari ko'p. Shunda biz
qarindoshlarimizni eslatib o'tsak, biz bu g'iybat küçük beliştiğimiz qaysi usuli bilan biz jiroq bo'la olamiz? Qanday qilganda bu g'iybat degan yomon illatni o'zimizni saqlay olamiz? Xo'sh. G'iybatdan qutulishning yo'llarini zikr qilishdan burun g'iybatga, masalan, g'iybat qilishning haromligini bildik. Quloq solish bilan ham shirk qilishning ma'nosini azroq zikr etdik. Lekin buni bir bayon qilib ham ikkinchi temga o'tsak, g'iybatga quloq solish g'iybat qilgan bilan o'xshash shu haram endi. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda innas sam'a val basara val fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Yani insan kıyamet günü kulak, göz, dil, sezgi azalarının kılmışı üstüdür. Hakikaten Allah Teala aldı da sual sorak kılınıdı. Yeni bir nimede ayette Allah Teala müminlerin ki sübtini bayan kılıp müminler ula bihudi sözünü alga vaxtıda onun yüz örüydü. O sonunda oltamaydı o. Deganimdi. Mu'min sifatiga g'iybatxo'rlik zid. Endi shuning uchun bizga Alloh taolo bergan, masalan, ko'z, quloq, aql, ya'ni bu sezgi a'zolarimizdagi ne'matlarni behuda so'z, g'iybatga buni isrof qilsak, ya'ni bir haromni chiqarib bo'lmas. Bu bir haromning shirkka sabab bo'ldi, g'iybatga quloq solish, yana bir ucha bizning mu'minlik sifatimizga daxl tarz qildi. Shunga bunga bu g'iybatga quloq solishga tin o'zimizni na'tihbak saqlasak. Endi masalan qanday vaqtda g'iybat qilsak durus deydigan nima kelsak, endi buni ulamolar bir qancha nimaga bo'lib turga bayon qilgan ekan. Buning biri masalan bir insonga zulm yetdi. Endi zulmni hakim yoki sultonga bayon qilish jarayonida men bu mudamda zulmga uchudimgo yoki bu menda onasamni o'lib oldi yoki mana bu deb bani nima qilishadi. Bu haqda masalan ulamolar nimaniki Hindi bintiniki Abu Sufyanning ayoli Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib, Abu Sufyan o'zi bir baxil odam, o bana bergen nesle mal mülk ballarının kinimizke yo kündülük teracıtı yetmeydi o. Diyen çalışta Peygamber Aleyhisselam de onunla siz onu aşırı etmezsin, cıkamasın onun kısmınız çoğu kupaya kadar kaldı binasını asan buldu da onu bayan qilib baxillik illatini Rasululloh degan. Lekin Peygamber bo'lmaydi. G'iybat bo'lmaydi. Bizning haqqini elish uchun bo'lmaydi. Şunda vaqtda zulm uçurgan adam qazining oldiga, sotchining oldiga borganda, falani mushunda menda qildi, menda deb uningki illatlarini, ya'ni o'zining qazisini hal qilishni desa bu g'iybat bo'lmaydi demoqchi. Ikkinchi masala, masalan, durus bo'lgan g'iybatniki. Bu masalan fatvo so'rash vaqtida masalan fatvo beruvchi masalan olimga mening oilamdagilar menga naqchilik qildi, ya umda zulm qildi, o bu deb. Endi bu shu zulmdan mening qutulishim uchun mazlumdan menga bir chiqish yo'li teklif qilsizlar deb so'ragan vaqtda bu yuz berdi. Masalan ba'zi oilada qizlar zulm o'xshaydi, ota-onalarning masalan o'g'illarga ba'zi bilib bilmaydigan ish qilib har qanday nimadan bir oilada bo'lgan zulmni qutulish uchun olimga desa bu deb buni qilgan. Uchinchisi hamda yana bir musulmonga bir musibat keldi. Bu musibatni o'zidan ko'tarib o'tish uchun buni zikr qilsa, g'iybat qilib, ya'ni shunda yana bir odamda bo'lgan ishni desa bo'ldi deb buning ham yana shu yuqoridagi Hindiniki hadisini bayon qildi. Yani bir mesele hamda musulmonlarningki 4-chi ya g'iybat mubah bo'lgan musulmonlarda bo'lgan bir yomonlik ishdan ogohlantirish, umumiy manfaatiga bog'liq masalalarda endi bir odamda bir ish bo'lib qolsa, bu mo'min g'iybatini bu qilsak bu g'iybat bo'ldi-ku deb qo'qab o'tmay, umumiy manfaatini ala bilib, u vaqtida bu bir odamning aybini desa bo'ldi deb buni bayon qilgan ekan.
Beşinci meselede mesela toy işlerde mesela koduvacılık o bunu de mesela kız tarafınki yoki o'g'il tarafınki bir bo'lmayotgan aybi bo'lib qolsa, u to'y qilgan bilanmi davom etmaydigan yoki bir oilaga cho'ng ziyon kelib qoladigan masala bo'lib qolsa, shunday vaqt uni disi bo'ldi deb. Buningga masalan Payg'ambar alayhisolamninki qishig'i kelib Fatima bint Qays roziyallohu anha aytgan Abu Jahl bilan Muaviya menga to'y talab qo'ydi. Qanday qilsam bo'ladi deganda Payg'ambar alayhisolam Muaviya o binamrat adam, men yo'q. Abu Jahl bo'lsa, yani yelkisidan has tushmayotgan adam, yani u xotinni masalan ko'p urgan adam bu yoki yoki men kinoyani qilib masalan ko'p safar qilgan odam debdi. Masalan yelkisini has tushmaydi deganlikni shu to'liq safar qilgan odam siz o'z yolg'iz qolamsizki, buni to'y qilsangiz deb payg'ambarim bunicha bunu dikkatli. Yeni bir rivayette nasihat qilish uchun. Yeni bir rivayette de hasi yakışmış şumit kadam geldi şu hotunu köp digeldi bitti de mi onu bana mıkıplarında. Bu yalada beşinci nime. Altıncısı de mesela bid'atga karşı duruş. Yani cemiyette Müslümanların içinde bid'at horluk küpüp kettiği vaxtda başka Müslümanlarını bid'atga tushib qolishdan saqlash uchun bid'atxo'r odamningki bu mana bid'atxo'r bu bunda ozg'un odam bu buning dinga bunda ziyon qildi bu aga olanglar deb uni shu bid'atxo'rningki nimasini oshkorlash bu g'iybat bo'lmaydi. 7. masalamda bir adam bor bu odamningki ma'lum bir kasal var mesela aqsoq tukaya ko'choq onu zikr qilishni odam yaxshi ko'rmaydi. Lekin uningki o aybini zikr qilmasa, boshqalar tunimaydi. Shunda holatda bo'lib qolsam-da, falonani aqsoq tukaya o bu deb uningki aybini zikr qilib tunisaqchi, bu meni muboh bo'lgan g'aybatlarning qatoriga kirdi. Xo'sh shu. Unda o'g'anda bu qadar bilan g'aybatningki qanday yalidi haram bo'lganligi qanday yadi bir adamning gapini deb tushuntirish to'g'riligi bu oydinlashdi. Endi shu g'aybatdan qutulishning yo'llari bilan shuni bir oydinlashtirish orqali so'zimizni oxirlashtirsak. G'aybatdan endi qancha yo'llari g'aybatdan qutulish uchun endi buningga birinchi yo'l avval g'aybat qiluvchiga vacip bo'lgan narsa tövbe hamda. Birinci ulab tövbe qilish. Hamda bu g'aybatdan tövbe qilishni shartiga kelsak, birinchisi g'aybatga ikkinchi zodi g'aybat qilmaslikqa bel bog'lash, qat'iyan. G'aybatni tashlash. Ikkinchi g'aybatga qilgan burun sog'alar pushaymon qilish. Uchinchisi esa qat'iy g'aybat qilmaslikqa bel bog'lash. To'rtinchi masala hamda bir insanın g'aybatini qilib solgan bo'lsa, agar u g'aybati qilgan odamga qarindishim men sizningki ma haqdaqisini g'aybatingizni qilib solgan, buningdan hamda men Alloh roziligi uchun sizdan bir afu so'rayman, meni kechirsangiz deb uningga shu bir g'aybat qilib solganligini yetkazsa, oraliqda fitna bo'lmaydigan, jidal cho'maydigan holat bo'lib qolsa, aningdan rozilik talab qilish. Agar sağlamda nimrak adam bu hamda çıkıyorman Hasan bunun g'aybatini qildingmi deb ishtahimi cho'yib kitgan holat bo'lib qolsa, unda qilmay Allohga tövbe istig'for aytib, odamning haqqida ko'proq duo qilib qilsa bu yaxshi debdi ulamolar. Hamda g'aybatdan qutulishning yo'llariga kelsak hamda bu g'aybatdan qutulishning birinchi yo'li yani taqvodorlik hamda. Yani Allah Teala'dan qattiq qo'rqish, taqvolash, Allohni hayo qilish. Yani taqvo inson kishilarning g'aybatini qilib, o'zining vaqtini isrof qilib, behuda nima qilishni uchun tilni davomli Allohni zikr qilish yoki musulmonlarning insonlarning manfaati uchun bir ish qilishni boshqa turish.
ish qilib din va millatninki kuydi buldu taqvo inson deganning nimasi? Davamlı nima o'ltamisi, nima namozga chiqib o'ltamisi va ish qilib uning aqli, kallasi, sharkiti hammasi shu dinim uchun nima qilsam bo'lar deb uni o'ylaydi. Qalbida shuni nima qildi, davomli g'ami shunda bo'ldi. Unda olganidan uningga g'ayvat qilishga fursat olmaydi. G'ayvat qilishga fursat olmaganidan buni qutulishcha birinchi yo'li. Ikkinchisi, masalan, g'ayvatdan musulmonlar jamiyatiga keladigan ziyonlarni uni bilish yani. Masalan, nimasida g'aybatdan qutulishninki birinchi nimasi taqvolik dedik. Zaten bu taqvo bo'lsa Allohning hayo qilgan odam unda pichak ishlarga o'zini avvar qilib ziyon tortmaydi endi. Shuningdek Alloh azza va jalla sura Zuhrufning 80-oyatida am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala va rusuluna ladayhim yaktubun. Ular biz bunun mahfi deyishgan narsalarni, paranglarni anglamaymiz deb o'ylamdi. Unda emas, bizning farishtalarimiz hamma narsani yozib turdi. Demak, sizning har bir mahfi deyishgan kishi yo'q ya degan g'ayvatlaringizning hammasi chekilmaydi, yozig'liq bo'ladi. Taqvo odam Allohning bu oyatidan o'ziga nima oladi? Cho'qim qo'rqib Allohni hayo qildiki, yana bir payg'ambar alayhisolamning hadisida payg'ambar istahyu minallohi azza va jalla haqqal haya. Yani Allah azze ve celle'den haqiq haya qilinglar deganda sahabe kiramlar aytadi. Ya Rasulullah biz Allohdan alhamdulillah haya qilamiz degan payg'ambar alayhisolam. Men buni demoqchi emas, lekin haqiq Allohdan haya qilgan odam boshni va boshning o'z ichiga olgan a'zolarni, ko'z, quloq, burun, og'iz buni haramdan saqlaydi. Allohdan haqiqat haya qilgan odam bizning bosh va boshning ichidagi a'zolarni, ya'ni ko'zni haramdan saqlaydi, burunni haramdan saqlaydi, og'izni, tilini haram narsalardan saqlaydi va qursoq va qursoqniga ulangan a'zolarni, ya'ni jinsiy a'zolarni, put-qo'llarni haramdan saqlaydi. Mana bu haqiqiy Allohdan hayo qilganlik bo'ladi degan-kanda. Bu qadar bilan o taqvo odam buni bilgandan keyin albatta unda pastkash ishlar bilan ziyon tortishni izlamaydi endi. Yana bir masala endi taqvodorlik aloqadorlik. Payg'ambar alayhisalom bir qabrninki yana o'tib ketib, qabrdagi odam azoblanyotdi, boshqa ish emas, shu g'ayratxo'rlikdan azoblanyotdi degan. Hamda Allohning qo'ygan qabr azobidan qutulmoqni xohlagan odam g'ayvat qilmaydi. Taqvodorlik nisbatan. Bu g'ayvatning biri masalan amal solihlarni bekor qiladigan, ikkinchi qabr azobiga, demak qabr azobiga ziyonlar ham go'r azobi. Do'zax azobiga chiqib qilishdan burun g'ayvat qilgan odam go'r azobidan azoblanadi demakchi. Bu dunyoda bo'lsa hamda rasvo bo'lgan gap. G'ayvat qilgandan o'zining do'st birodarning oldida bo'lsa bu dunyodagi ziyna g'ayvat qilganki, qiyomatda bo'lsa qabr azobida ham nimada do'zaxda azoblanadigan gap. Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda o'zining sahobalaridan atadruna ma manal mublisani. Ziyon tortishdan keyin yaqinima fakir inson degan vaqtda sahobalar Rasulullah bizim nazrimizde fakir degan dirham yo'q, dinar yo'q, dunyoda ishimiz yo'q, fakir odam deganda Payg'ambar alayhisalom mening ummatimdan o fakir insonlar yani qiyomat kunisi namoz bilan kildi. Besh vaqt namozni joyida o'qigan, zakat bergan, ro'za tutgan. Lekin o paloni tillab qo'ygan, yine birini o'rib qo'ygan, yine birini melni yo'g'an. Bu shunday odam. Qiyomat kuni uningki hasanatlardan, yaxshi amallaridan xalqning g'ayvatini qilib saqlash uchun anadan olib, ya'ni boshqacha g'ayvat qilingan odamlarga apirdi. Uningda savob qolmaydi. Shuni qiyomat kunicha muflis bo'lib vayron bo'ldi degan hamda. Bu ya'ni g'ayvatniki qiyomat kunidagi azobga sabab bo'lgan emas. Endi yana uchinchi omil g'ayvatning xudushniki. Masalan, inson boshqalarningki kamchiligini, aybini izlashdan burun o'zidan hisob olish. O'zining aybini masalan kurash. Yoki o'zida ayb
Mende qanday ayıp var, men qanday qilsam, o'zimni isloh qilaman, qanday qilsam g'aybatdan qutulaman degan haqda har kuni o'zini o'zi hisob berish yani. Umar roziyallohu anhu men kunda yetishdan burun bir kunlik o'zimni hisobni aplab yetaman degan hadis var. Şuna o'zini hisob berish, boshqalarga kamchiliklarni ayb bilan mashg'ullashdan burun o'zini o'ngashga tirishish. 3-omil. 4-incisi yaxshi, solih kishilarningki so'rlarida çok ko'p o'tirish. Bular bilan ham suhbat bo'lish. 4-incisi salaf-i solihlarningki masalan axloqi yaxshi, axloqda boshqalar ulgu olgan kishilarning tarixlarini o'qish, tarjimalarni. 5-incisi masalan o'zining g'aybatxo'rlik bu nachar illatni uqtirish uchun 6-chi masala o'zini shart qo'yib, zodi men bundan keyin g'aybat qilgan bo'lsam, ma'ashni qilaman yoki qilmayman. Zodi men g'aybatdan o'zimni to'sash kerak deb o'zini shart qo'yib, o'zimga jazo berish. Mush orqali g'aybatdan qutilish. Hamda bu vaqt kursimiz müşahede ahirleşti inşallah. Benimki qarindoshim tavsiya qildiganim bu hafta bir kitap tercüme qilingan 6 yil burun. G'aybat deb bu torbatlardan bor. 5-10 ming nusxadakni taqatdiq. Vatanda yo'qiladi bu kitap chiq taqadi. Yani inşallah yaqinda taqalmoqchi. Mush kitapni qulog'iga bo'lsa-ka to'rdan tushirib o'qisanglar, bizningki torbatda bor masalan www.chkit.sjrt.org bu torbatga kirsanlar 150 parchaga yaqin har xil islomiy kitoblar bor. Mush kitobning ichida bu g'aybat degan kitobmi bor. Buni tushunib foydalansanglar bo'ldi. Rahmat. Sizlarga rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtinglarni berganlarga rahmat. Yana qayta uchrashish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.